Umra safariga borishda niyat qilayotgan do'stlarimiz uchun juda katta yangiligimiz bor. Ya'ni haj safaridan keyingi umra safarilar narxlari e'lon qilindi va sanalarning reyslari chiqdi do'stlar. Hozir sizlarga shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Video boshlashdan oldin birdan like bosib qo'yinglar. Kanalimizda mehmon bo'lsanglar, albatta podpiska tugmasini ham bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar do'stlar. Inshaalloh haj mavsumidan keyingi birinchi umra safarlarini inshaalloh bizni firma qo'yapti. Ya'ni litsenziyalangan firma, shuni inobatga olib qo'yinglar. Litsenziyasi yo'q ekan degan hop gumon sizlarda savollar tug'ilmasin. Bizning firmada litsenziya bor. Reyslarimiz Farg'onadan ham, undan tashqari Toshkent shahridan ham reyslarimiz mavjud do'stlar. Ya'ni vodiydan uchamiz deyotgan do'stlarimizga Farg'ona Jidda va Farg'ona Madina reyslarimiz, Toshkent shahridan uchamiz deyotgan do'stlarimizga Toshkent Jidda va Toshkent Madina reyslarimiz mavjud do'stlar. Ya'ni qo'shni Tojikistonda bo'lasizmi, qo'shni Rossiya Federatsiyasida ishlab Rossiya fuqarosini olgan bo'lasizmi, qo'shni Qirg'izistondan bo'lasizmi, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi do'stlar. Narxlari atiga $1200, 14 kunlik umra safari, ya'ni 3 kun Madina Munavvarada bo'lasizlar, 11 kun Makka Mukarramada bo'lasizlar do'stlar. Xo'p, Makka Mukarramada gassisamiz 1-1,5 kilometr, uzoq bo'lib qolsa 2 kilometr oralig'ida bo'ladi do'stlar. To'g'risini aytib o'tib ketamiz. Biz qolganlarga o'xshab, endi o'zi har kim o'zi biladi, 300 metr, 400 metr Makkada soat gassisasi yonida deb maqtab o'rmaymiz. Standart paket, ya'ni 24 soat avtobus xizmatlarimiz bor, ya'ni gassisdan pastga tushirgan bo'lsangiz avtobuslarimiz bor. Bemalol avtobuslarimizga o'tirib, haramga chiqib ibodat qilib kelsalar ham bo'laveradi do'stlar. Haramdan yana chiqib avtobusimizga kelsalar ham bemalol gassisaga olib kelib qo'yadi do'stlar. Madina Munavvarada esa gassisamiz yaqin, ya'ni 300-400 metr masofani egallaydi. Bemalol bu yerda kelib ketish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Balki yaqinroq gassisa bo'lib turib 150 yoki 100 metr masofani egallaydigan gassisalarimiz ham bo'lishi mumkin do'stlar. Inshaalloh sifatlarimiz juda chiroyli. Reyslarimiz Farg'ona, undan tashqari Toshkent shahridan ham uchib turibdi. Bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bir dona Zagram pasport evaziga joylayib bron qildirsalar ham bo'ladi do'stlar. Reyslarimiz 20-iyundan boshlaydi. 20-iyun, iyul, undan tashqari avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Ya'ni 2025-yil o'sha dekabr oyigacha reyslar sanalari chiqib bo'lgan do'stlar. Narxlari atiga $1200. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqib bemalol savollarga javob olishlaring mumkin. Yoki bir dona Zagram pasportlarini tashlab joylarini bron qildirib qo'ysalaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hozirda litsenziyalangan firmalar ish faoliyatini olib boradi. Bundan keyin qattiq bo'lyapti tizim. Ya'ni haj mavsumidan keyingi litsenziyasi yo'q firmalar umra safariga endi jo'nata olmaydi. Chunki o'sha Ramazon oyida ko'pchilik kuzatdi, o'zi bildi qanaqa holatlar bo'ldi. O'zbekistonda yurtdoshlarimiz yana Saudiya Arabistonda sarson bo'lib qolishdi, qolib ketib qolishdi, gassisadan chiqib ketib qolishdi, chiqarib yuborishdi, oziq-ovqat berishmadi va undan tashqari obratga biletlarni yozib berishmadi. Shunaqa muammolar bizda bo'lmaydi. Ya'ni litsenziyalangan firmada unaqa muammolar bo'lmaydi. Bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqinglar do'stlar. Xo'p, ishonarsiz firmalarga, yana fake firmalarga pasportlarni berib yozdirib qo'ymanglar, ya'ni pullar to'lab qo'ymanglar do'stlar. Shuni inobatga olinglar. Bizni firmadan borsangiz ham, bizdan boshqa firmada borsangiz ham litsenziyasini so'rab olinglar, chunki litsenziya sizlar uchun kerakli narsa. Ya'ni inshaalloh hech qanday muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lgan taqdirda ham o'sha litsenziya qo'yilgan, ya'ni limitli puldan davlat o'z hisobidan, ya'ni o'sha limitga qo'yilgan puldan O'zbekiston yana sizlarda qayta orqali Saudiyadan O'zbekistonga olib kelib qo'yadi do'stlar. Shuning uchun litsenziyalangan firmadan borishni sizlarga tavsiya qilamiz do'stlar. Inshaalloh bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Videoda yaqin do'stlarga tashab qo'yinglar. Bemalol nomerlarga aloqaga chiqib joylarini bron qildirib qo'yinglar. Ya'ni iyunni, iyulni, avgust, sentyabr oyiga borishni niyat qilib turgan do'stlarimiz uchun video manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringiz ehtiyot qilinglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.